Turkiyada o'zbekistonlik ayol Durdona Hakimovaning o'ldirilishi ommaviy namoyishlarga sabab bo'ldi. Turkiya Today'ga ko'ra namoyishlar Istanbul shahri va Shishli tumanida bo'lib o'tdi. Istanbulda aksiya ishtirokchilari Usmonbey metro bekatidan marhumning jasadi topilgan ko'chagacha piyoda yurib borishgan. Namoyishchilar migrant ayollar yolg'iz emas va ayollar hayoti muhim degan yozuvli plakatlarni ko'tarib olgandi. Istanbul advokatlar kollegiyasining xotin-qizlar huquqlari bo'yicha markazi bu fojia migrant ayollarni himoya qilishdagi tizimli bo'shliqlar natijasi ekanligini qayd etmoqda. Jamoat tashkilotlari Durdona Hakimova ishi bo'yicha sud jarayonini kuzatib borish va barcha aybdorlarga imkon qadar og'ir jazo tayinlanishiga erishish niyatida ekanini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, ushbu qotillik jinoyatida gumonlanib 2 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Hozirda tergov harakatlari davom etyapti.